bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim zamonda chol va kampir bo'lgan ekan. Kampir menga bo'lmasa pishirib, kunimiz yo'q, suprani qoqsang men chiqadi. Shunday qilib kampir suprani qoqibdi va bir dona bo'g'irsoqqa loyiq xamir topibdi. Undan kichik bo'g'irsoq tayyorlabdi va sovisin deb oyna yoniga qo'yib qo'yibdi. Bo'g'irsoqjon oyna yonida o'tiraverib zerikib ketibdi va shunday qilib bir sakrab o'rmon tomon yugurib ketibdi va oldidan quyoncha chiqib qolibdi. Men seni yeyman, qonim judo. Men yeyman, senga yoqtirgan ashulalarni aytib beraman. Qanachi? Men bo'g'irsoq supradagi undan supurishib oldilar, qamoqqa qoldilar. Sovurdilar havoda, pishirdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim bobomdan. Endi sendan qochib hech ketmas. Shunday deb bo'g'irsoq quyondan ham qochib ketibdi. Yo'lda ketayotib yana oldidan bo'ri chiqib qolibdi va Men seni yeyman. Men senga yoqtirgan ashulalarni aytib beraman. Qani achchi? Men bo'g'irsoq supradagi undan supurishib oldilar, qaymoqqa qoldilar. Sovurdilar havoda, pishirdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim quyondan. Men sendan qochib hech ketmas. shunday deb bo'g'irsoq dumalab qochib ketibdi va oldidan ayiq polvon chiqib qolibdi. Shunday ayiq polvon bo'g'irsoqqa shunday debdi: Oy bo'g'irsoq, men seni yeyman, qornim juda och. Men yeyman, senga yoqtirgan ashulalarni aytib beraman. Qani aytchi? Men bo'g'irsoq supradagi undan supurishib oldilar, qaymoqqa qoldilar. Sovurdilar havoda, pishirdilar havoda, pishirdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim quyondan, qochib ketdim bo'ridan. Men sendan qochib hech ketmas. Shunday deb bo'g'irsoq o'rmon tomon yana dumalab ketibdi va oldidan ayyor tulki chiqibdi. Hey bo'g'irsoq, menga qo'shiq aytib ber. Men bo'g'irsoq supradagi undan supurishib oldilar, qaymoqqa qoldilar. Sovurdilar havoda, pishirdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim bobomdan. Senga qo'shig'ingni men quloqim eshitmaydi-da, tumshug'imga chiqib ayt. Men bo'g'irsoq supradagi undan supurishib oldilar, qaymoqqa qoldilar. Sovurdilar havoda, pishirdilar havoda. Qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim quyondan, qochib ketdim bo'ridan, qochib ketdim ayiqdan, qochib ketdim. Bo'g'irsoq, menga qo'shig'ing juda ham yoqdi. Meni dilimga chiqib ayt, men ham o'rganmoqchiman-da. Men bo'g'irsoq supradagi undan supurishib oldilar, qaymoqqa qoldilar. Shunday qilib tulki bo'g'irsoqni yeb qo'yibdi. Demak bolajonlar, ertagimiz yoqdimi? Uydan qochib ketish kerak ekanmi? Yo'q. Demak ota-onamizni ogohlantirib tashqariga chiqishimiz kerak ekan-a?